qilinib hech qanday nuqson topilmagan bo'lsa, unda avval Madinaga, Hazrat payg'ambarimizning nurli qabrlariga elektr simi tortilsin. Uning masjidi va qabri yoritilmasidan oldin saroyga olib kelsam-u, kecha-yu kunduz porlasa ham, baribir bu saroyni yorita olmaymiz. Hukmdorim, inoyat va latofat, hassosiyat va ahamiyat bu ish uchun qanchalar ko'rsatilmasin baribir oz. Qanday inoyat, qanday latofat po'sho. Inoyat ham, latofat ham, yana qancha yaxshi xislatlar bo'lsa ham, hammasi unda. Bir kuni Hazrat